mushugiylar xonanglarni u yoq bu yog'iga tutush, kakulya qilib qo'yayotgan bo'lsa, haliyam mushugiylardan ko'rib yuribsizlarmi? Agar shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsanglar, qattiq adashasizlar. Ayb mushugida emas, aynan sizlarda. Ular uchun kerakli bo'lgan sharoitni yaratib bermagansizlar. Birinchi navbatda mushugiylarga hojatxonani odamlarning nazari ko'p tushmaydigan xonanglarni burchakroq joyiga qo'yib berishinglar kerak. Agarda saxiyliginglar tutib ketib, atrofi o'ralgan hojatxona olib bersanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki mushuklar hojatxonaga kirganda o'zini himoyasiz his qiladi. Shuning uchun ham ularni tualeti iloji boricha komfortli bo'lishi kerak. Ikkinchisi, mushuklar hojatxonasida qumma iloji boricha ko'proq solib qo'yinglar. O'zimizda tilda aytganda oqiz borishga qulay bo'lishi uchun. Uchinchisi, ko'pchilik qiladigan xato bu hojatxonani yaxshi tozalamaslik. Kakulya qilganda-yu tozalaysizlar, lekin ko'pchilik tutush qilganda oxirigacha tozalamaydi. Eng katta xato shu. Hojatxonani tozalayotganinglarda atrofidagi nam qumlari bilan olib tashlaylar. Chunki mushuklarning o'ziga bo'lgan samatsenkasi baland. Ular nam va hidi bor qumlarga o'tirishmaydi. Hojatxona haqida gapirganimda bu muammoni aytmasam bo'lmaydi. Sizlarni ham mushugiylar hamma yoqni qum qilib tashlaydimi? Buni chorasini xitoylik qurma-qurlar mana shunaqa gilam bilan hal qilishibdi. Iloji bo'lsa sizlar ham bitta olib qo'yinglar. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va men bilan birga mushuklar haqidagi biliminglarni oshirib boringlar.